Xo'p, akalar, yaxshilab e'tibor beramiz. Uzumni voshni yirikligiga, kattaligiga, kishnaligiga. Bu qora damizki, yaxshilab e'tibor beramiz. Bu uzum Farg'onaning Qo'chqorchisida qaralyapti. Faqat 6 ariqli akalar bunga o'zi mehnat qilib, suvni, doshni o'z vaqtida beryapti. 6 ariqli akalar bo'lsa, bu videoga like bosib, dehqonga omad deb kommentar yozib qo'yinglar. Bitta videoda bu kontent uchun olyapmiz. Buni ko'rsating, chiroyligicha havasimiz keldi. Bu shingillarni qaranglar. Bu mo'jiza, rostdan mo'jiza. Sababi mana Allohning bergan ne'mati do'stlar. Bitta shoxadan bir 200 ta, 150 ta nuqtachasi bor. Ba'larni ham ko'rsating. Bu videomizni vohali akalar ko'rayotgan bo'lsa, havas kelayotgan bo'lsa, buni qaranglar. Iloyim dehqon akalarimiz qimmat pullarga sotib, mashinalar olsin, uylar solsin mana shuni puliga. Sababi mehnat qilyapti u maydan beri. Apreldan beri. Buni qaranglar. Har xil uzum, 20 xil navor uzumlar. Buni qaranglar, har xil. Bular xudo xohlasa eksportga ketyapti. Buni qaranglar. Olib kelib mo'lani ko'rsating. Buni yirikligiga tasanno. Mashaalloh. Havasim keldi, uzun boqqim keldi. O'tirib, ko'rsating ekan. Buni kattaligini qarang, 4 kilo, 5 kilodan-da. Qaranglar. Vau. Mana ikki kelaylik. Qarang. Sal engashib yurasiz, mana sal engashib yurasiz. Engashib dehqonlar bu yerda xizmat qilganda beli og'rigan bo'lsa ham shu darajada qaranglar, ko'pligini. Akalar, uzumchilikda ham ko'p bilasizlar daromad aylanadi. Sizlarga ham shunaqa quyidagi nomerlarga telefon qilsalaring, shunaqa shtampda stalbali qilib, chiroyli qilib uzum bog'lar qilib berishadi akalarimiz. Biz do'stlar, akalar o'zlari mutaxassislar qilib berishadi. Buni qaranglar. Uzum sortini o'zlarining joylaringga tanlab, faqat agronomlik yoki o'sha dehqonlardan foydalansalaring, shunaqa bo'ladi. O'z boshimchalik qilib o'zlaring ekib, bu darajada qilish qiyin. Sababi buning ichida 20 yillik tajribaga ega akalar bor. Uni qaranglar. Bunchalik qilish oson emas. Akalar, videoga maksimal darajada bitta like ni bosib qo'yinglar. Iloyim mana shu uzumlarni sotib, to'ylar qilishsin, mashinalar olsin, uylar solsin. Barakasini bersin. Malades, havasim keldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Uzumlar narxi yaxshi bo'lyapti. Imkon boricha suvli, suv ko'p joylarga eksalaring yaxshi bo'ladi. Sababi uzum suvni yaxshi ko'radi. Qaranglar, 5 tayida nam ko'p. Qancha ko'p suv ichsa, do'stlar, shuncha yiriklashib boraveradi. Mana qaranglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.